kommentariyadagi tupoy insonlarga ответ. Do'stlar, kechaga chiqargan mana bu tupoy ayol haqidagi videomda hamma o'z fikrini qoldirgan. Bu videomda kommentariyada insonlar ikkita tomonga ajralgan. Birinchi tarafdagi odamlar meni fikrimga qo'shilib turib, bu ayolda tupoy, bu ayolda rostdan ham ayb. Bunday ish qilmaslik kerak edi degan odamlar. Ikkinchi tarafdagi odamlar bo'lsa, bu ayolning tarafini olib yozgan. Kommentariyalarda do'stlar, kommentariyalarda har biriga bittadan javob chiqdim. Video prosmotri 300 mingdan oshib ketgan. 300 mingdan. Men har biriga, ya'ni bu yerda yuzlab, minglab kommentariyalar bor. Har biriga erikmasdan men atvet qilib chiqdim. Lekin hozir ko'ryapmanki, kundan kunga videoda prosmotr oshib boryapti, kommentlar ko'payib boryapti. Men o'yladimki, har biriga javob fizически ulgurmayman har biriga javob berishlikka. Вот bitta video nima qilib qo'yardim, har biriga mana shu kommentariyaga ayolning tarafini olib yozayotganlarga video atvet hammasiga общий. Вот. Nima demoqchiman? Qaranglar. Kommentariyada tupoylar menga yozyapti, ona mehri, ona instinkti, hamma ona o'z bolasini himoya qiladi, bla bla bla. Men senga o'z bolangni himoya qil demayapman, men senga. Men senga aytayapman, bu ayol o'zini bolasini himoya qilaman deb boshqa bolaga jazo, ya'ni boshqa bolaga ziyon yetkazdi deyapman. Sen o'zingni bolangni himoya qilaman deb yoki o'zingni bolangni yig'lamasin deb turib boshqa bolani boshini yoryapsan. Tupoy. Kalyan ishlat, kommentariyadagilar bilan. Qanday sen o'zingni bolangni himoya qilaman deb turib boshqani bolasini boshini yoryapsan. Seni bolang bola-yu boshqani bolasi bo'la emasmi? O'ylamaysan buni? Bu nima sen hozir ayolni javobgarchilikka tortiladi hozir qonun jihatdan. Hamda odam sifatida o'ylaydigan bo'lsang, bu yerda nima qilish kerak edi? Men aytaman reshinasini. Shap tupoy o'xshab kirmasdan attraksionning ichiga. Shunday boradi, shunday borib turib attraksionning tugmachasi bor, to'xtatadigan tugmachasini bossa, o'sha attraksion to'xtardi. To'xtaydi. 2 minut vaqt ketadi shunga. 2 minut borib tugmachasini bosadi, attraksion to'xtaydi. Hech kim shunda ziyon ko'rmaydi.